Норм или стрём? O'g'il bolaga shapaloq tortib yuborish. Норм или стрём? Конечно, стрём. Qaysi нормальный qiz bola o'g'il bolaga shapab beradi? Tushunmadim. Dugonning videoga yolg'on reaksiya qilib ber deganda odamlarni aldash норм или стрём? Стрём, конечно, odamlarni aldamaslik kerak. Odamlar haqiqat. Go'y, rostgo'y bo'linglar. Podyezdda qo'shiq aytib, qo'shnilarning mashtiga kelish норм или стрём? Стрём. Qaysi qo'shniga? Стрём, конечно, qaysi qo'shniga yoqadi? Ko'rishingiz mumkin. O'zi gitara chalishni bilmasdan, lekin videoga mana shunaqasiga chalish норм или стрём? Rejissyor просто takka oddiy yig'lab bering desa, shantaj qilib yig'lab berish норм или стрём? Стрём. Endi rejissyor nima desa o'shan qilib. Begona bolaga qo'shiq aytib ber deyish норм или стрём? Стрём, да? Стрём, конечно. Норм. Ikkinchi qismini xohlasanglar, Подписка bosinglar. pikmin